Bugun biz umurtqa pog'onasi, disk cho'rasi, ya'ni grija haqida gaplashamiz. Bu kasallik hozirgi erkaklarda eng ko'p uchrayotgan dolzarb bo'lgan muammolardan biri hisoblanadi. Ushbu kasallikning asosiy sababi og'riq ko'tarish hisoblanadi. Og'riq ko'targanda umurtqalararo disklar ezilib, atrofdagi nervni ezadi. Buning natijasida kuchli og'riq belda va oyoqlarda paydo bo'ladi. Buni har xil usullarda xalqimiz davolaydi. Kimdir tabibga boradi, kimdir shifokorga boradi, kimdir sanatoriyga borib davolanadi. Bu kasallikni uy sharoitida davolash haqida ham gapirib o'tib ketayin. Bu kasallikni uy sharoitida agar oyog'ingiz uyushmasa, boldir sohasida va son sohasida og'riq bo'lmasa, uy sharoitida ham davolasa bo'ladi. Bu uchun nima qilish kerak? Albatta, birinchi o'rinda o'zingizga qarang. Og'riq ko'tarayotgan bo'lsangiz, uni kamaytiring. Bir joyda ko'p o'tirayotgan bo'lsangiz, ko'p o'tirmang. Jismoniy harakatlar qilayotgan bo'lsangiz, sizga tavsiyam turnikka osiling. Tortina olmasangiz ham osilib turing. Agar tana vazningiz ko'tarilib ketgan bo'lsa, iloji boricha ozishga harakat qiling. Yeyotgan mahsulotlaringizni sifatli mahsulotga almashtiring. Suvda pishgan, qovurilmagan mahsulotlar iste'mol qilish bu siz uchun foyda berishi mumkin. Endi agar kasalligingiz jiddiy bo'lsa, belingizdan boshlab dumbangiz, soningiz va oyoqlaringiz uchigacha tortib og'riyotgan bo'lsa, bitta oyog'ingizni uncha sezmayotgan bo'lsangiz, chumoli yurganda hissiyot bo'layotgan bo'lsa, shifokorga murojaat qiling. Tomografiya qilib ko'riladi. MRTda nerv qisilish darajasi grijani kattaligiga qarab baholanadi. Endi disk grijasini darrov shifokorlarimiz operatsiya qilib yubormaydilar. Avvalambor davolaydilar, chunki buni o'zini vazifasi bor bu diskni. Amortizator vazifasini bajaradi umurtqalarda. 33 ta umurtqa bo'layotgan bo'lsa, ularning orasida 23 va 24 ta disk bor. Bular yo'qotilsa, keyingi disklarga nagirsi tushib, grija yana qayta paydo bo'lishi mumkin. Avvalgi o'rnida emas, yonida sheriklari kasallanadi. Buning natijasida kasallik zanjir bo'lib bog'lanib, butun disklarda kasallik yuzaga kelishi mumkin. Avvalambor buni davolashimiz kerak. Xo'p, klinik belgilarga qarab turib, darrov operatsiya qilib yuborilmaydi, avvalambor davolanadi. Grijasi kattalarga avvalambor mumkin emas narsalarni aytaylik. Grijasi katta, ya'ni 10 santimetrdan katta insonlarga sham mumkin emas. Vanna mumkin emas. Turli xil isitish muolajalari mumkin emas kasallikning o'tkir bosqichlarida. Bu bosqichlarda agar bu muolajalar qilinsa, yallig'lanish kuchayib ketadi, og'riq kuchayib ketadi, kasallikni zo'raytirib qo'yishimiz mumkin. Avvalambor kasallikni dorilar bilan davolab ko'riladi. MPVSlar, vitaminlar bilan davolab, bel tortiladi. O'sha vitijeniya apparatimiz bor, apparatda tortib, kilogrammiga qarab tortiladi va yengillik beriladi. Endi kasallarni 5 kun davolab ko'riladi. Agar 5 kun ichida og'riqlari pastlamasa, qolmasa, operatsiyaga ko'rsatma deb bilamiz. Ko'pincha kasallarimiz maksimal 5 kun og'riq bilan turadi va 5 kundan keyin og'riq qo'yib yuboradi va bu yengil tortadilar. Kasallarimizda eng katta xatosi biz aytgan muddat vaqtda kelib bizga uchramasligi, qayta davolanishga va biz belgilab bergan kuncha yotib davolanmasliklari bu kasallikning qayta paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Bu disk shishgandan so'ng suyuqlik qaytgandan keyin avvalgi holatga qaytadi. Avvalgi holatga qaytgandan keyin bu narsa qaytalanmasligi mumkin. Bu kasallarning o'ziga bog'liq. Kasallar qancha rejimni yaxshi qilsalar, og'ir narsa ko'tarmasalar, bir joyda o'tirmasalar, foydali mahsulotlar iste'mol qilsalar, bu tanalariga foyda bo'ladi va qayta grija paydo bo'lishi oldi olinadi. Tana vazni oshishi bu kasallikni albatta rivojlantirib yuboradi. Agar tasavvur qiling, 100 kilolik odam
100 kilolik odam umurtqasini har bitta umurtqasiga nagruska juda katta bo'ladi. 70 kilolik odam bilan 100 kilolik odamning farqi bor. Umurtqaga beradigan nagruskasi, yuklamasi va oyoqlarga beradigan yuklamasida farqi bo'ladi. Shuning uchun tana vazniga avvalambor e'tibor berishimiz kerak. Bizda o'zbeklarda ayniqsa hozir ovqatga ruju qo'ygan, qayerga qarama choyxona, bitta erkakning kamida bir oyda 6 ta 7 ta choyxonasi bor. Ular o'sha yerda ovqatlanadi, Pepsini ichadi, energetika ichadi, kechasi bilan gaplashib chiqadi, uyqusi yo'q, kunduzi uxlaydi, kechasi yuradi, rejim buzilgan. Buning natijasida bitta diskyo'rasi emas, ko'plab kasallik yuzaga kelyapti. Ko'p erkaklar bu kasalliklar bilan og'irlashib, qandli diabet kasalligiga chalinyapti, semizlikni og'ir darajalarida, jigar yog'lab ketyapti, ko'p gilamchi kasalliklar yuzaga kelyapti. Bu dolzarb mavzu semizlik. Xalqimizda tarqagan bu kasallik, semizlik bu kasallik, bu oddiy hol emas. Shuning uchun avvalambor tana vazningizga e'tiborli bo'ling. Nima yeyotganingizga e'tiborli bo'ling. Shirinlardan voz keching. Mana e'tibor bersangiz, sportsmenlarning ratsioniga e'tibor bersangiz, uglevodlar kam, oqsil ko'p bo'ladi. Sportsmenlar yoshroq ko'rinadi oddiy insonlarga qaraganda. Nima uchun? Chunki ular jismoniy harakat doim qiladilar, qon doim baland, pitaniya, ya'ni sport pitaniyasida oqsillar yaxshi yo'lga qo'yilganligi uchun, regeneratsiya yaxshi bo'lganligi uchun odatda ular 7-8 yil yosh ko'rinadi oddiy insonlardan. Semizlikka kurashish kerak. Unga avvalambor iroda kerak. Irodali bo'laylik erkaklar bu kasallikka chalinmaslik uchun. Jinsiy quvvat uchun ham albatta inson ozg'in bo'lishi kerak. Semiz insonlarda bu kasallik har tomonlama yuzaga kelaveradi. O'sha son semirib yog'lab ketadi, yonbosh biqin semirib yog'lab ketadi, qansirash bo'ladi, terlash bo'ladi. Semizlik bu ham bir kasallik. Uni kasallik deb uni yomon ko'rish kerak. Inson tanasiga ishlov beruvchi bir usta. Tanangizni chiroyli qilishingiz, shug'ullanishingiz va o'zingizga vaqtida e'tiborli bo'lishingiz kerak. Chunki siz oila boquvchisiz, siz sog'lom bo'lishingiz kerak. Oilada erkak kishi kasal bo'lsa, oiladagilar boqmaydi. Chunki sizda kasal bo'lishga haqqingiz yo'q-da. Oilani asosiy ta'minlovchisi sizsiz. Shuning uchun o'zingiz uchun ham pul sarflang, vaqt sarflang va vaqtida davolaning. Vaqtida shifokorga murojaat qiling. O'zingizni fido qilganingiz bilan baribir uni hamma ham bilavermaydi, bilavermaydi. Shuning uchun avvalambor o'zingizni yaxshi ko'ring, o'zingizga e'tiborli bo'ling. Vaqtida davolansangiz, har bitta kasallikning davosi bor. Operatsiyagacha bormasligi kerak. Sizlarga tavsiyam, o'zingiz uchun ham mablag' va vaqt ajrating. U xoh tanangiz uchun bo'lsin, xoh hordiq uchun. E'tiboringiz uchun rahmat.